Oke, men yopib yuboraman-da. Yur endi, bo'ldi, ketdik endi. Noto'g'ri tushuntirishdi, men tushunganim bo'yicha yurdim. Men kecha qolma, yurgin endi, uka. Yo'q, yurmayman, uka. Yurmasang yurma, ket tushyapti. Alo. Voy, yo'q, yo'lda ko'rinmadimi? Biz Xonsaroyga qarab yurib, mana Xonsaroy oldida to'xtadim. Hozir men Guvohlik bermasdan nomerlarni telefonlashib kelardim men. Yo'lda qara. Alo. Oke, qayerda turibsiz? Qarab tursang ko'rgan bo'lardi, uka. Hamda ko'chani o'rtasida turma, indamay o'tib ketmoqda yo'limda. Qayerda turibsiz, oke? Hozir men Xonsaroy oldida to'xtab turibman-da. Xonsaroy oldida to'xtab turibman. Xonsaroyda oldida men turibman, 500 metr. Ko'chani o'rtasida turibman. O'lim ko'tarib kechasida qaramasa o'tib ketdi, uka. O'shaga qo'yganda, anaqa kartani yopib borgan, kartadan ekanmi, kartadan emas ekanmi? Yo'q, karta emas, naqd ekan. Nech pul ekan? Hozir, yo'q, hali yopmadim. Hozir men mana zadniga avarinkani yoqib chiqib kelyapman, aka. Men bu yerga chiqadigan ko'chani boshida turibman. Ko'chani o'rtasida turibman. Qo'lim ko'taryapman. Aqadaki bo'lish kerak, to'g'ri? Ko'rmaganman, tanimayman, aka. Bunaqa qilib odam olmaymiz-da biz, palon joy deb. Men odam taniyman, ko'rinmadi-ku. Menga endi tushuntirgan Xonsaroy oldida dedilar. Men Xonsaroyga qarab yurib ketdim, aka. Xonsaroy oldida turibdilar dedilar. Xonsaroyga qarab yurdim. O'rta orqada yurib kelmaydi, 500 metr naryoqda yo'q Xonsaroy. Yo'q. To'xtayimda, men razvorot qilib o'sha yerda turib turing, men razvorot qilib kelaman unda oldingizda, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonsaroy dedilar-da. Xonsaroyga qarab ketdik biz. Mana shu turibman o'zi. Aka, men yopib yuboraman-da. Yur endi, bo'ldi, ketdik endi. Noto'g'ri tushuntirishdi, men tushunganim bo'yicha yurdim. Men kecha qolma, yurgin endi, uka. Yo'q, yurmayman, aka. Yurmasang yurma, ket tushyapti. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста. 20 ming bering, 28 ming bo'ldi. В автомобиле свои вещи.
Для улучшения качества обслуживания поставьте Ага, на комиссар. приложение.